Manzarani qarang go'zalligini, ayniqsa tepadan qaraganda deydi-ku. Xo'p, biz navbatdagi obyektimizamiz. Bu yerda hamma obyektni qiladiganidek to'pli pollarimizni o'zining texnologiyasi bo'yicha tashlaganmiz. Bu yerda faqat yana ozgina boshqacha reshina qilganmiz. O'sha reshinamizga to'xtalmoqchimiz. To'pli pol qanaqa tashlash vazifasi hamma biladi, lekin biz bu yerda boshqacha reshina qildik. To'pli devor, teplostena. Xo'p, bundan maqsad nima? Tartsovoy devor bo'lgani uchun tashqaridan kelayotgan suvni ichkariga kirgizmaslik va ichkaridan suv tashqariga chiqib ketmaslik uchun shu devor vazifasini bajarish uchun tarsovoy devorga romni ikkita chetlariga, romni tagiga reshina berdik, sal torroq to'qib. Romni tagini torroq to'qishimizning sababi bu yerga konvektorimizda kattaroq chiqdi, ham summasi sal razlika bergani uchun, romi yaxshi izolyatsiya qilingani uchun to'pli polni torroq tashladik. Qo'shimcha nisbatan konvektordan kamroq, to'pli poldan ko'proq effekt berishini hisobga olib. Lekin asosan urg'uni bu yerda biz devorga berganmiz, tarsovoyli paterani yo'qotish uchun. Konvektor o'rniga to'pli polni torroq tashladik degani bu konvektor vazifasini bajarib beradi yoki o'sha narsani qoplab beradi degani emas. Konvektor ancha aqlli yechim. Bu nisbatan olib qilinadigan reshina. Bu obyektimizni kateniya qismida ham yaxshi reshinalar qilganmiz. Uni keyingi videolarda ko'rsatamiz.